Qaysi turdagi muzlatgich uzoqroq xizmat qiladi? Shkaf ichiga o'rnatiladiganmi yoki alohida turadigan? O'rta hisobda ikkala tur bir xil 10 yil 15 yil xizmat ko'rsatadi. Bu ko'pincha ishlatishingizga va servisga bog'liq. Qaysi biri kamroq elektr energiyasi sarflaydi? Farqi juda katta emas, asosan energiya klassida rol o'ynaydi. Qaysi muzlatgichga ko'proq mahsulot sig'adi? Ko'pincha alohida turadiganlarda hajm 20-30% ga kattaroq. Shkaf ichiga o'rnatiladigan muzlatgichlar rostdan ham jimroq, ovozi pastroq bo'lib ishlaydimi? Ha, shunaqa nisbatan 10-15% ga pastroq bo'ladi, shkaf ichida turgani uchun. Hozir odamlar ko'proq qaysi turdagi muzlatgichlarni xarid qilishmoqda? Alohida turadigan modellarga talab hali ham yuqori, ammo interyer dizayn jihatdan mebelga o'rnatiladigan xolodilniklarga talab kuchliroq bo'lyapti. Narxi jihatidan qaysi biri qimmatroq bo'ladi? Mebelga o'rnatiladigan modellar 20-40% ga qimmatroq yuradi. Siz qaysi muzlatgichni tanlagan bo'lardingiz? Albatta mebelga o'rnatiladigan, chunki Germaniyada sborka bo'ladi va texnologiyalari ko'proq.